Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Diner. Bugun sizlar kutgan, menimcha ko'pchilik kutmagan, lekin bir xillar ko'pchilik kutgan Safir One blogimizning 5-qismini boshlaymiz. Bugungi videoda yana bir qurilma qurishga harakat qilamiz. Albatta, oxirigacha ko'ring. Biz unda videoning asosiy qismini boshladik. Xo'p, unday bo'lsa biz videoni boshladik. Qaysi biri one block edi? Taxminimcha shu obsidianmidi yo yermidi? Mayli, tavakkalda boshi kelmas obsidian sindirabsiz. Yo, to'xtanglar. Bu masligi mayli. Yo do'stlar, mana shu jo'da boshqacha. Lavada cho'kib olibmiz. Aytdim do'stlar, shu deb nimagadir lavada cho'kib olib ketyapmiz. To'xtanglar, o'zi bizga tushyaptimi bu? Qaranglar, hozir bizda o'g'il yo'q. O'g'il yo'q, aniqroq ko'mir yo'q. Agar ko'mir tushmasa, tushar ekan. Mana tagiga bir narsa qilish kerak buni. Mana shuni olib tashlasa, suv yo'qda, bizda suv yo'q. Va suv ham tushmaydi. Nima qilsam bo'ladi? Balkim kreativdan olsam bo'ladi-yu. Lekin sizlar yolg'iz bo'lasizlarmi bilmadim. Shuni qilishga majbur bo'lyapman-da. Ko'ramiz, agar yana ko'proq chiqsam qilishga majbur bo'laman. Tepaga chiqyapti. Suv kerak. Shunday tushiramiz. Tayyor muammo hal. Och. Nima o'chiradi buni? Aytgancha buni, ashini ko'p kishi o'ynash kerak. Mana shunaqa beradi, keyin urishasizlar, bir narsa qilasizlar. Shunday bosib turish kerak ekan, qaytaryapti. Chiqayotgani yo'q. Xo'p. To'xtanglar, biz nimani yasasak bo'ladi? Biz yasashimiz mumkin bo'lgan narsalar qatorida. Xo'p. Birinchi marta kattalashtiraylik. Yo, bu kattalashmaydi. Nima ham qilardim? Xo'p. Nachu bo'lsa yasash mumkin. Hammasini ko'rsat bizga. Bu nima? Energiya ishlab chiqaradigan narsa bormi? Energiya ishlab chiqaradigan lava generatori uchun lava. Xo'p, paqirda lava olsak bo'ladi. Hozir ikkita oyna kreativdan olamiz. Redstone yig'amiz. Mis bor. Bo'ldi. Shu narsamiz lava generator. Bo'lsa birinchi bo'lib oynalarimiz olganmidik. Do'stlar, mana suv olgan edik, esimdan chiqib qolibdi. Ming bor uzr so'rayman. Hop, olmoslar qayerda turadi? Tayyormiz, qo'limda oltin. Asap. Sudiyatlar. Nito. Nasha qolibdimi? Mashina buzuq qilib tashlasam yerda bo'ladi, lekin sandiq turish kerak. Nito joylashib qo'ygan crafting table olsak bo'ladimi? Uni qaraylik. Yo'q, to'xtanglar. Olsak bo'ladi. Hop, buni olamiz. Qochib ketma, yaxshi. Endi
olamiz. Hop, ana suvni ham qo'yib orqasidagini yo'qib oldik. Endi bu yerga o'z narsalarni joyiga qaytarib qo'yish kerak bo'ladi. Hop, bu mana shu yoqda turgan edi. Ey do'stlar, bosilib ketdi sur. Aniqroq bosdim. Hop. Crafting table'da passiv aniqroq verstack passiv jam ekan, to'la ekan. Aniqroq hech narsa yo'q ekan. Hop, nima kerak edi bizga? Oyna kerak edi. Oyna olganmanmi? Oyna menimcha olganman ekan mana. Glass. Hop. Smile 3 ta bo'ldi. Yo, vot nima qilay hozir do'stlar? Shu versace ustiga qilib chiqaymi? Qilayman. Versace ustida qilib qilaymi? Qanday ochaman? Arqadan olsa bo'ladi. Asabda baribir. Hop, bir xil narsalarni olamiz. Process tripet. Yo, bitta bu joy qatorda tursin. Hop. Bizga nima kerak edi? Albatta mis kerak edi. Mis o'zimizda bor. Temirda paqirda lava olish kerak. Lavani halingda nimaga olmadim? Shunga aqlim yetmay tayyor metal lava turibdi ekan. Pastga nima bo'lgan? Tushib ketmay. Pastga nima bo'lgan? Ha, men suv oqizib olganman, u anaqa ichib ketgan. Bo'lsin uchun. Lava. Chicken. Hop, buni sekin astalik bilan olamiz. Yaxshi, tushib ketmadi. Endi suvni to'kib, suv o'zimizda edi menimcha. Hozir nima qildim? Hozir men ahmoqcha ishini qilib, bakmi nima balo bosilib ketib. Mana qaranglar. Suvni tashladim prosta, suvni. Ha, asab buzilib ketyapti asab. Nima endi paqir yasashga to'g'ri keladi. Tayyor mana sandiq bo'sh turibdi, hammasini yig'ib tashlashga. Короче, o'ldim. Xo'p do'stlar, kerakli redstone yig'ib ko'rgandan keyin ko'rishamiz. Xullas do'stlar, bizda yetarlicha redstone bo'ldi. Mana 8 ta. Yo do'stlar, bitta redstone yetmayapti. Bizda esa bitta redstone mana bu yerda bor. Va lavani ham mana bu yerdan oldim. Endi qaranglar. Bu yerda lava, lekin boshqalar tinker table. Mana buni sherigi endi pastda, bu ham pastda. Ajoyib joylashtiribman. Lavalarni bu yoqqa qo'ydim. Bu yerda zaxira suvi. Lavada kerak bo'lsa. Mana lava, mana 2 ta oyna. O'zimizda mis bor. Va endi redstone yasash kerak. Redstone qo'yish kerak. Va keyingi blok ham hosil bo'ldi. Endi lava generator ham yasaladi. Va 2-3 ket. Mana do'stlar, bizda lava generatori bor. Buni bekka qo'yib. Nima? Hop, lava generatorni qayerga qo'ysak bo'lar ekan? Buni hali ham ishlatishni bilmadim. Bu menimcha ishlamasa kerak. Qayerdan bilay, mayli. Avtomaynerni oldiga qo'yamiz va endi bunga lava qo'yamiz. Taxminan lava qo'ysa kerak. Mayli, hozir qo'yib ko'raman. Paqir yasash kerak birinchi o'rinda. Paqir uchun temir kerak. Temir eritamiz. Tadoni o'g'il belgilamanga misda o'z joyiga qo'yaveramiz. Hop. Undan keyin mana shuni qo'yib olamiz.
Hop. Mana bu nimaga edi? Allohida daraxt qilamiz, o'g'it qilar. Albatta shunaqa edi. Mana bu yerda nima yasashini ko'rsatib o'tganman. Bu yerda ham qilish shunaqa kirkalar hisoblab yasaladi. Bularda ham yaqinda keyingi videoda shulardan qilishga harakat qilaman. Qanidu. To'rtta ishlamay qoldi. Mana ishlayapti mana. Menga urushga jangchi bo'lmagandan so'ng shuning uchun ham mashina yasashga harakat qilaman. Shuning uchun to'xta. Blaze topa olmayman, shuning uchun ham Blaze'ni adga borsa bo'ladi. Lekin Gravi topa olmaydi. Gravini esa kreativni emas. Adga borib Blaze'lar to'ldirib kelamiz. Keyingi videoda harakat qilamiz shunga. Xo'p, mana hozir lava generatorda ishlatishimiz kerak. Shundan ko'ra mana bu yerda chiqmayapti. Jelak yasal. Temir donachasiga balo bormi? Yerda lava olaman. Buni joydan oldim. Da. Dansam bo'ladi. Ana. Endi bu lavadan to'kishlab beradimi shunda? Va keyin bundan chiqadi. Menimcha tushunganday bo'lyapman. Lekin nimaga chiqmayapti? Bu avtominer, ya'ni bloklar, rudalar chiqarib beradi avtomatik ravishda. Lava tez tugaydimi? Shunchalik. Mana do'stlar, mana chiqarib berdim. Malades, o'zimni kallamga balli. Buni rudalarga qo'yib qo'yaman. Buni hali keyingi videoda to'liq yasayman. To'liq atrofini o'rab. Mana uchun lava ham tugatib oldim. Demak, buni har doim har vaqtda lava bilan ta'minlab turish kerak ekan. Restonda ham paydo bo'ldi. Xo'p. Menimcha bugungi videoning maqsadi bo'ldi. O'zinglar ko'rdinglar. Endi videoni sekingina, asta-sekingina tugatorsak ham bo'ladi. Mana ular terishimiz kerak. Mayli. Xullas do'stlar, hammaga xayr. Sizlar bilan men Diner bo'ldim. Kelasi videolarda ko'rishguncha, Safirvan blogimizning keyingi qismi chiqishini xohlasangiz, videoga 10 ta like yig'ishingizni kutib qolaman. Oldingi ikkita videoda umuman aktiv past bo'ldi, sust bo'ldi. To'g'ri, rahmat. 120 ta obunachini yig'ib berdinglar, lekin o'tgan ikkita videoda aktivni vashim sust qilib tashladinglar. Iltimos, sizlardan aktiv bo'lishlarini iltimos qilib qolaman. Shundan keyin menda ham intriga paydo bo'lib, sizlarga har hafta video chiqarishda davom etaman. Hozirda har hafta sizlarga yangi video chiqarib beryapman. Shuning uchun mening mehnatimni qadrlagan holda kanalga obuna bo'lib, videolarda aktiv qatnashishingizni iltimos qilib so'ragan bo'lardim. Bunday bo'lsa hamma xayr, sizlar bilan men Diner bo'ldim.